Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari. Mana bu boshqa aralashib qoldi shekilli bittagina. Qolganlari hammasi o'sha oldingi videoda qo'yganimizdek arlenlarimiz. Mana xatlari ham o'zgarib, qorayib chiqishni boshladi. Bular bitta 15 kunlik bo'lyapti. Yoshi taxminan. Oldingi videoda aytib o'tgandik, bular sotilmaydi, bular zakazga ekan deb. Yana anig'ini bilib aytib yuboraman degandim keyingi videolarimizda. Buni anig'ini bildik o'rtoqlar. Bular hammasi zakaz ekan. Adleriski jo'jalar. Mana hammasi tepik zo'r holatda. 3,5 mingta soni plus minusi bilan ancha tepik bo'lib qolgan deb topdim mana. Qo'qon shahrida boqilyapti. Buni egalari zakazga deyishdi, sotuvda yo'q deyishdi. Keyin oldin YouTube kanalimizga videolarni qo'yganmiz. Ko'pchilik biladi, Doniyorjon Oltariqli ukamizni adlillari, legorillari, har bir xil tovuqlarni zotlarini qo'yib, telefon raqamlarini qo'yganmiz. Kecha kuni kelishganda gaplashdik. Telefonlarni o'chirganman aka deyishdi. Telefonni olmayman, telefon qilishmasin, iltimos. Hozir ishim ko'p deyishdi. Sotuvda yo'q jo'jalarimiz deyishdi. Hozir yana 4 mingta texnika chiqargan holatlari bor. O'sha legorin, adler hammasi zakaz ekan. O'rtoqlar bir 25 mingta yetkazib berishlar kerak ekan zakazga. O'shani hisobiga hozir sotuvda yo'q deyishyapti. O'shaning uchun ma'lumot haqida aytib o'tmoqchiman o'rtoqlar. Sotuvda yo'q ekan. Hammasi zakaz ekan. Mana shu yerda 3,5 mingtaga yaqin. Mana bular reanimatsion bo'linimiz. Bitta o'sha qorni og'rigan chataqlar edi, o'lim bilan olishayotganlar edi. Hammasi tetik bo'lib zo'r bo'lib qoldi bular. Hammasi har 10 kundan keyin yana sheriklarning yoniga tushadi. Bular mana o'sha qora patlari ham chiqishni boshladi. O'zi ajrayapti o'zi. Holatlar shunaqa o'rtoqlar. Mana ag'dan baqa yugurib kelishlari. Ajoyib manzara. O'zim ham hozir Havoragan kelgan edim. Bir yo'la video qilib ma'lumotlar berib o'tay dedim. O'sha oldingi videomizda muammo bo'lib qolib ketgan shu savol, sotiladimi necha puldan degan joylariga bular sotilmas ekan o'rtoqlar. Yana qaytarib o'tay. Zakazga ekan. Zotillo Adlerski. Keyingi videolarimizda yana qo'yib boramiz o'rtoqlar. Legorillar keladi katta partiya. Adlerlar keladi. Xullas mana shu yerda haroratni o'lchab boqib berish jarayoni ketyapti. Ular o'lim holatidan o'tkazib egalariga topshiriladi. Mana holatlari. Juda go'zal. Lomin sengi jo'jalarimizdan ham sotuvda chiqadi, xudo xolasa. Moyda oxiri bilan iyunning boshiga o'rtoqlar, o'shanda 3 oyga to'lishadi. Hozirda sotuvda borimiz ham tugadi. Sotuvdagilarimiz. Uni ham aytib o'taman deb video qilyapman birato'la. Sababi
savollarga to'liq ma'lumot bo'lib qolsin degan maqsadda. Mana bu tomonimizda mana o'sha lomin sendilarimiz. Bular taxminan 40 kunlik bo'ldi o'rtoqlar. Kunlik bo'lib qoldi bular. Bular ham hammasi zakaz. Sotilmas ekan. Bular 2 oydan keyin egalariga topshirildi. Ertadan keyin buni vaksinasini qilinadi. Nasib bo'lsa videosini qo'yamiz. Keyin 500 taga zakaz olganmiz. 500 tasini berib yuboramiz. Jizzaxga ketadi bu ham. Shu bilan qolgani o'sha 3 oylikdan o'tkazib egalari olib ketishadi. Narigi xonamizdagi 3,5 metrlik jo'jamiz hammasi sotilib bo'ldi. O'rtoqlar, 90 kunlik, 100 kunlik, 105 kunlik deb videolarni gruppamizga, Telegram gruppamizga qo'yib kelyaptirim. O'shalar ham sotilib bo'ldi o'rtoqlar. Pullarni tashlab berishdi. Bular lomin sendi zoti o'sha tuxum yo'nalishdagi setka uslubida boqilingan tovuqlar. Qo'qon shahrida. Aytib o'tganimdek, moyda boshiga, moyda oxiriga, iyunning boshida katta partiya 4000-5000 taligimiz tayyor bo'ladi. Qiziqqanlar moyda o'rtalarida video qilamiz telefon raqamlari bilan. Zakaz qilganlar o'rtoqlar shunga e'tibor beringlar. Zakaz qilganlar zakallat tashlab berilsa o'shalarga olib qolinadi. Hozir 3-4 kishi 100 ta, 200 ta, 500 ta manga zakaz qilishgan. Zakallat berilmagani uchun hozir kelsam, aka sotilib bo'ldi, puli tugadi deydi. Pulini olib bo'ldik deydi. Endi nima deymiz? Zakallat berilmagandan keyin biz hech narsa deya olmaymiz. Holatlar shunaqa o'rtoqlar. Mana bu tomonda o'sha lomin sendilarimiz bo'lsa, salapallar hattoki teshik qoldirmagan jarayongacha o'rashgan. Sababi bir-biriga havo yo'nalishi bo'yicha ham kasallik yuqmasin degan holatda. Mana bu tomonlar ham to'liq o'g'ralgan. Bir-biriga vaksina qilgan jarayonda ham lasotda bronxitlar bir-biriga qilinaveradi, birdaniga. Boshqa vaksina, gambura, ilotalar berish jarayonida, emlash jarayonida bir-biriga yuqmasligi uchun to'sib tashlangan. Holatlar shunaqa o'rtoqlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qiziqtirgan o'sha berilgan savollarga javob berdim deb o'ylayman. Sababi sotilganmi yo'qmi oldin keyingi videolarda aytib o'taman degan joylarni aytib o'tdim degan niyatdaman. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.